Muqaddas zaminimiz tarixdan buyon o'z bag'rida g'ayur o'g'lonlarni, madaniyatni ulug'lag'uchi adib san'atkorlarni, yiltizimizni yashartquchi e'tiqodli varislarni yetishtirib, xalqimizning ulug' nomini jilolantirib keldi. Asqar Raqib dal ana ashundaq san'atkorlarimizning birisi. Asqar Raqib 90 noyisining ilonliq yilsi tug'ilgan bo'lib, hozir Şinjan naqsh usul o'mikining dangliq usulchisi. U ilgir keyin bo'lib kasbdoshlari bilan birga Yevropa, Osiyo, Afrika qit'alaridagi nurg'un davlatlarda o'yin qo'yib, Uyg'ur madaniyatini tunishtirish va alla-ara madaniyat almashtirishga zo'r to'hfalarni qo'shdi. Asqar Raqib xalqimizning an'anaviy qizil do'ppisini, ko'rkam ton sarpoylarini kiyib, haqiqiy Uyg'ur yigitlarga xos salofati, ushqun, jangovar qiyofati bilan sahnada paydo bo'lganida hammamizning qalbi faxr, iftixorga to'ladi. Ajdodlarimiz ishlatgan qamchi harvolarni tutya qilib, kuylar avjida jiroq o'tmishni bayon qilganida hammamizning yuragi hayajondan o'rkashlaydi. Asqar Raqib sahnada xuddi o'rkashlab turgan do'lqinga, lovuldab turgan yolqinga, chapchib turgan arg'umoqqa o'xshaydi. Qadrli do'stlar, san'at uchun borlig'ini atagan faxrlik Idiqut o'g'loni Asqar Raqibning bugungi bu san'at kechaligiga zo'r muvaffaqiyat hem utuq tilayli. Sapavalık turpalı Can ekli arangay sapavalık turpalı havalık kurbandı gel Sayva kişmiş bir yakı büyük baranlık bostandı gel Sayva kişmiş bir yakı büyük baranlık bostandı gel Büyük baranlık bostandı gel Abi Kevser içip yayrap oynap gülüm Kulakları abi Kevser içip yayrap oynap gülüm Çelip kuşlar mukat oğlap Kuşlavalık şeryan diken Çelip kuşlar mukat oğlap Kuşlavalık şeryan diken Kuşlavalık şeryan diken Şadyan diken Görsen eğer değsen cennet Temdişi yok yurtimizde Görsen eğer değsen cennet Temdişi yok yurtimizde Sahip kan biz dost yarenge Ken kuşade mihman diken Sahip kan biz dost yarenge Ken kuşade mihman diken Ken kuşade mihman diken Yeah.
Karanlık bostan kel